Ayolni yaxshi ko'rmaydi. Minchilik yaxshi ko'rmaydi adash ayolni. Ha. Adash. Bizning maqtimizga ishni to'g'ri kelmaydi jumush qilib qara. Ma, altıncı, çiğnenici yalık. 28 altıncı qaraman ki taqab qo'ygan yine bunu da boshqa nima qiladi mening jinim. Ayolni yaxshi ko'rmaydi. Minchilik yaxshi ko'rmaydi adash ayolni. Ha. Barliqni men otgan. Ottasa ayolishida qalchara, lopchara ottasa yaxshi ko'radi. Adash, men qilganchilikni uchun hech qaysi ayolni qilib boqma deyman deb qo'ysan. Bildim adash, bilsang hech kimning munosabatini qo'nchilib ketgan adash. Meni oladi. Meni oladi adash. Xudin beradi ona. Meni oladi adash. Bir to'y qilamiz biz. Men o'zgimi degan. Bir pullarni berib yetma. Apsigo degan vaqt uchun. Yaxshimi? Ishga bolamizni bag'rimni besib, o'zimning bolasida boqaman. Deb degan. Adash boqaman. Jinimning ishga bolasi tursa, boqaman dedi. Akas boqimizdan. Shu, yaxshi ko'rmaydi adash ayolni, tishlirdimi deb shiraydi. Yaxshi bo'ladimi? Bir narsani uchun bo'ladi. Hech kimning munosabatini bo'ladi. Bir marta qo'shilsin juma unaqa demegan gaplar. Mo'kab bir narsa deyolmaydi, ko'p boqsina qani. Xittimni berib o'tmay, uy tutib, qo'shilar. Voy, yaxshimisiz? Men akimning ayol bo'laman. Gaplayman ulam daviray sizga. Men ishkomani ishini buzib turug'liq, men azaldan buzib siz nima bilasiz balki men bildirganimni. Men hozircha yo'ldoshimni yuziga sap baxmadim. Har vaqt men ichki bolaning yuzini qilib, o'sha uyni tutib ketib barman. Yo'ldoshimni yana aniqdim, mani qildim demagan chiroy, oldiga chiqib tomoqni iplab, men yolg'onda bilmagan qiyofat kirib oldim. Sizni nima bir vaqt izlab baxmadim. Bo'lmasa do'stlarim dedi, biz berib deb beraylik, yo bo'lmasa jurab aniqimiz, mani qilamiz. O'shalarni ham to'g'ri ko'rmadim. O'zini so'rab to'xtab qolamiki. Ammo bir kun to'xtaydi bu qizmi? Aqlli qiz. To'g'ri siz chiroyli ekansiz, siz mendami o'ta chiroyli ekansiz. Chiroyli yosni pishirib hamma jihatdan yo'lishimni o'zingizga qattallaydigan shunchalik chiroyli hamma jihatdan to'liq ekansizda. Men buni bildim. Endi mening ikki bolam bor o'zingiz bilasiz. Ikki bolalarim cho'ng bo'ladi-ku. Shunlashqa cho'ng bo'lgan sari bu ta'sirga yaxshi bo'lmaydi ekan. Yo'lishimning aqli yo'q. Bu erkishi. Endi sizni bir ishlarni fuqotamdi. O'zi vaqti to'xtab qolarmikin deb sizga telefon qilishimdi. Voy, yukini qiziydi u mosh demaysan. Men telefon qildi. Yanmay telefon qildi demaysan shuni bilan. Bir falsafa so'zlab deyna. Mish men oldimda qara hikoyasini aytdi. Shuni bilan mana chim tekkanligimda. Lop. Voy, men telefon qilib berdim. Eringida berib, mushkapdan eringida. Eringchi o'zicha kaynimda yuriydi. O'zing qatdan sog'lamagansan. Sen qaragan bo'lsa-chi, qara, sen yaxshi ko'rgan bo'lsa-chi, men kaynimni yurmaydi, Menda shunchayroq bormi? Menda chiroying bormi? Menda xulq bormi? Eringda zang qartilg'a. Ondan quvonib qilsa, men uni buni demay. O'zing kim boshqa olmab ekansan, o'zingizga qartdan olmab ekansan, men qarz xatoma. Yaxshi ko'rsalayman shunda. Alg'asa, alg'ab tursan-ku, shunday mashkimizdan ishini o'chiqashga deymsan, bilsan-ku, anglab kelsan-ku. Shunda qara biz. Unda bo'lgan qisib o'tirib, balonga qaraganda men bu yerda tarbiya so'zlamay bulamda. Eringga uchun desang vaqo qara, sen uchun qarab qo'ymaydi. Bildingmi? Men tig'isingizda pamla qo'shula. Bir idorangga bir julib qilangab bermay. O'zing kimda qolibdi? Sepir meniki, netto birman. Telefon qilma buniki. Uqdingmi? Men bir uchrab qolma. Ko'rgan yerimda desib birdan qilib o'tmaman seni. Deb adash. O'shda toz qo'rqitib, buni toz qo'ydirib etdim qara. Ana dedim. Demamdi. Ichini qara, o'shda telefon qilib olmishda dedi deb desam. Yo, men son telefon qildim-da. Ondan uyga ko'gilga ko'z tutib sarang, qarog'imsa saranglar jinim. Sarangim sen telefon qildi. Men seni yaxshi ko'rma jinim, seni olaman. Seni olaman jinim. Voy, qarim yo'q, nem bos bo'lmamdi. Odash bir mut so'zlab chiqib ketdi. Voy, odash mana shunday yaxshi ko'rdi. Qaramcha deb bersamchi ayolni bir tiyinga olmaydi-da. Shu adash kimsa muatdi shu dedim adash. Oldi adash bu meni, bu oldi. Adash qo'bi. Ayollar, ishqoyvan. Do'stimni deyim jamoatini. Bu gap faqat loyiq emas ekansan sen. Sizlardagi odamlarni uchun odam qatorida ko'maychimish, hayvonlar deb chaqirsa qildik. Nomus qilmaydi WhatsApp una gapni. Balki magada boshqa odamlar degan bo'lsa, o'shda qildingmi, shundaymi, deb o'tirgan odam emaslar, ba o'zga o'xshash uchun sizlarga o'xshaydi emasmi? Deb chunki peshini shu o'tkazganlar uchun u bizlar qabul qilolmayapmiz. Unda gaplarni Merbi soat yaxshi adash, yaxshi qilsa, haqni o'yini buzib yaxshi qilsa deb demayman. To'g'ri. Agish degan aqli yo'q deganamdi. U agish ham, yaralmish ham deb, ashta kamtoq ko'pincha insonlarning uchun. Endi ularga davlatga shaxsan ayol kishi chiroyli qizlarga qaraymiz, chiroyli ayollarga bizga qarab o'zirilamiz, voy deb qaraymiz, u normal. Kishi qaraydi, qara. Undan xafa bo'lmaydi. Kishi aqli yo'q. Ayso xotin kishi, ayol kishi bo'lgan, bizlar o'zimizni tutib olgan bo'lsak, ular uchun unda bo'lmaydi. Mush bizning aytiq suyimiz bor, bo'g'ashqa chaplashidi, amroq bo'ldi, qizvoldi yaxshi ko'ra bo'lsa, unda suyva chiroyli qizvoldi jinida. Unda ket oqil tatbiq qilib sensa. Qahnoq ayoli bor,
Uy tutqoqlar uzun bopda 2 bala ekan. Unda bo'lgandiki telefon qisib tillab to'ydirib yetsa. Sening nima qilgan va? Haq tilaydigan. Asli haq seni tilla, haq seni uramdi. Nima qilsa oning haqli. Adab qiz bo'lgan juma. Oy tarbiyasi ko'rgan, haqiqiy ashi. Yaxshi odamning balari ekan, o'qigan, yaxshi qizga u. Shunga chiqqan sen bilan telefon paralashgandan cho'q qarayın chiray. Sening ko'nglini ayab qildi odamning isri. Akishni aqli yo'q dedim, aqli yo'q, yaxshi o'tini bilmay qoldi. Sendeklar chachraydigan, chunki chachrab bunda. Chachraydiganlar bilan qara qizning gap qilishini. Xijulash yo'qkan narsadan xijulanmabsan, ashunchalar gap qilib adam degan. Voy men nima qilib qo'yganman? To'g'rimi ayol bo'lib tursinmi, yana men chiroq gap qoldi deb. Men badanga jipigada chiqib ketmasa daqoqchi bor-ku. Qizmonda urib san chiroq gap qilganiga to'g'ri, menda yosh qizlar bor ekan deb. Siz oldiga deb tilaysan. Urdi ekansan, voy sen qiziysan bu. Ammaydi seni. Ağam bo'lsa men najilni yoq kaydan so'rab nima qilibdi? Ne vaqt ammamdi? Ha? U akishni og'ziga gap bor. Va unda saraqotni, unda satqotni, mening pepepe qilgan bilan sen ammaydi. Faqat og'ziga gap o'shal deb qo'ydi qara. Bichor do'stim. Bichor ko'sa. Bir ishim og'riyotdi, lekin yana sendek adamga ish og'ritib chiqib bo'lmaydi qara. O'zing qilganlarimiz maqasi. Ha. Ammaydi. Ha? Mushkil men dedim. Ammaydi seni. Bildi, anda yaxshi ayolni shunda chiroyli qildi hayoli. Ha, shunda ish o'rni bor. Shunda oilsim yaxshi, hamma jihatdan. Ata yaxshi ayol qo'ydi. Sen olamda, sen chachraydiganni. Ha? Uy bo'lsin deb boqaman deb ketgan taxi. Xalqning balasi titamasang, ha? Xalqning balasi sam titamda. Hozir shikillan muhabbatdek innay yetib tashlamasmi? Shu bilinmaydi. Menda vaqt uchun mayli, tit balangiz bo'lsin mayli, men boqaman. Ha, uy alt balangiz bo'lsin men boqaman jinim deysan. Bir uy kirib baqa. Bir uy kirgan turmush bilan muhabbat vaqti uchun ikki dunyo ishmasang deb qo'yay. Titimaydi ha ballar. Ha ballar o'zimizning bo'lsa o'zimizga titimavsa jilolab ketamiz, ba'zi balamizdan silpib ketamiz, xalqning balsang titamda. Ay, poatmana. Ben boqaman, men qilaman deb. O'zing ish topma qara. Ay shunda ko'chilganni o'g'an balajaq akish degan toshchaqga. Nima qilasiz islab? Nima qilasan? Ikki balasi bor odam islab nima qilasan? Balasi yo'q to'y qilmagan balla bilan to'yingni qilar. To'yingni qilar. Xalqning ko'ngliga azor bermay, xalqning biroqdan uyini bikodan buzib etmay, xalqning bolalarni yetim qilib etmay. Ha. Men mushunchalik deb qo'ydim, sen undayligidek deb çalsan usul o'ynab qilmayman deb bu yerda qara. O'zingni eng yaxshi bil ol. Yaxshi kun ko'may. Ölmey durup qara, mushkunni sen beshig'ini ko'chib o'tib ketsin. Xalqni manda qaqshitib, xalqni manda ko'zida yosh chiqarib, qilgan bu kunni uchun sen mi ko'rsa? Bu dunyoda ko'msan, o dunyoning VIP'siga kirib ko'rsa, obdan ko'rsa. Shunlashqa vaqtida to'xtab ol. Ha.